Assalomu alaykum tog'a. Mana bugun Jannat makon yurtimiz O'zbekistonga qaytyapsiz, xudo xolasa ertaga. Hozir Hindiston davlati Belkamax klinikasiga kelganingizga necha oy bo'ldi? 3 oy bo'ladi. 3 oy. 28 noyabrda keldik. 12 dekabrda operatsiya bo'ldi. Bu yerga nima kasallik bo'yicha kelgansiz? Tuberkuloz bo'yicha. Hepatitni qaysi turi? Bada. U siz qaydan bilib qolgansiz? Qanday alomatlar bergan sizga? Holsizlik paydo bo'ldi. Ko'ngil aynish. Qayt qildim. Muhsin akaga sizlar kim orqali bog'landilaringiz? Sizlar bilan bog'lanish uchun Yusuf aka bordi masalan, sizlarga davolanib ketdi. Shu kishini oilasidan nomerimizni olib, sizga bog'lanib, bundan keyin yo'l yo'qlar bo'lyapmiz, shundan keldik. Qiyinchilik bo'lmadimi bu yoqqa kelishda? Yo'q, bo'lmadi. Mana shu yerda bankda yotgan payt timda xizmat qilgan musulmonlarga shuni ayollar sizga qilgan. Shag'ir qilgan. Ming rahmat. Sog' bo'ling. Hozir 26 paketda kelgansizlar-a? Nima ichida ekan 26 lik paketda? 6 oylik dori-darmonlarni berishdi. Hozir tushuncha bo'lish uchun 6 oylik dorisi, gasnitsa pullaringiz, analiz, operatsiya, $26,000 tashqari nimalarga pul sarf qildingiz hozir siz? 4 ta analizdan tashqari yana 2 ta analiz topshirdik. Operatsiyadan keyin demak sizda o't yo'lingizda muammo bo'lib kelib chiqdi. Qo'rqdingizmi? Qo'rquv bo'ldimi sizda ikkinchi marotaba operatsiyaga kirishdi? Qo'rquv bo'ladi, hammaga ham bo'ladi, lekin u unchalik kuchli operatsiya emas ekan. 10 minutda shu ishimizni hal qilib berishdi. Rahmat doktorlarga, musulmonlarga. Joy ishimizni tezlashtirib berishdi. $26,000 pul paket ichida kelgansiz. Sizga xalq yordam berdimi yo aka-uka, qarindosh urug', farzandlaringizmi? Farzandlarim, jigarlarim, singillarim yordam berishdi. Hozir onangiz uchun qila olmagan nima ishlaringiz bor sizning? Endi onam rozi bo'lsa, nasib qilsa yanagi o'zi rozi bo'lsa, ancha yoshlar boraman desa, holiga olib borishni niyatim bor. Hojiga borishni niyatingiz. Onaxon necha yoshdalar? Onam 47-yil. Hozir nechaga kirgan bo'ladi? 70 ta oshdilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Singillarni yo'qlab turasizmi? Hozir singlingizni, akalaringizni sizga mana shu pul masalasi bo'yicha kasal bo'lganingizda qanchalik qadri bilindi? Ular qadri har doim bilingan. O'zlari ham biladi. Ular hamisha ko'kda ko'tarilib keladi. Mehr oqibatlaringiz demak yaxshi. Singillarni yo'qlab turasizmi? Hozir singlingizni, akalaringizni sizga mana shu pul masalasi bo'yicha kasal bo'lganingizda qanchalik qadri bilindi? Ular qadri har doim bilingan. O'zlari ham biladi. Ular hamisha ko'kda ko'tarilib keladi. Mehr oqibatlaringiz demak yaxshi. Umringiz uzoq bo'lsin. Shu aka-ukalaringizga, opa-singillarga, sizga yordam bergan qadrdonlaringizga nima demoqchisiz? Nima deyman? Shu Xudoyim bergan umrni tinch, xotirjam oilasiga o'tkazsin, bola chaqasini rohatini ko'rsin hammasi. Sog'liqni qadriga yetsin. Nimaga niyat bo'lsa qilsin, sog'lig'iga qarasin birinchi o'rinda. Men bularga shuni tilayman, boshqa hech narsa tilayolmayman. Sizga jigar bergan kim? O'g'lim. Farzandingiz. Ismi ekan? Jamshid. Jamshid. O'g'lingiz tasavvur qiling, siz uchun jigarini bir bo'lagini berish uchun tayyorman deb turibdi. Siz u narsani qanday bo'lishligini bilmaysiz, bayga kelmaganingizcha, bilmagansiz. Ichingizdan qanday tuyg'ular o'tdi? Endi o'sha sop-sog' farzandingiz tiqtayiga kiradi. Naytim, o'zim-ku bir narsa bo'lsa-ku mayli, lekin buni ham mayli qilsalarim degan fikrlar o'tdilar. Allohga shukr. Jigar o'suvchi ekan, donorlardan chamosilga Xudoga shukr. Tiklanib qoldi o'zini. Balki o'zingizdan o'zingiz bir narsa bo'lsangiz ham farzandingizni ichingizni ochaverar ekan. Qo'rqdingiz baribir? Qo'rqasiz. Duo qilasizmi farzandingizga? Duo qilaman, har doim duo qilaman. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Demak, mana hozir ertaga O'zbekistonga qaytyapsiz. Bizdan xafagarchilik, oshiqcha pul, aldov degan narsalar bormi-ku? Yo'q. Aytayapman-ku. Yana kimdir kasal bemor chiqsa, sizdan so'rasa, bemalol tavsiya qila olasizmi? Ikki marta tavsiya qilaman. Yana bitta savol.
bizni nima jihatlarimiz sizlarga yoqmadi? Men yoqmaydi jihatlarimizni o'zi ko'rmadim men. Chunki hammasi biz bilan tanishdi. Bizdan ziyod yugurib, elib ishimizni bitirib, operatsiyaga tayyorlanguncha ham hozir ochilib turgan bo'lsam, biz ochib kirib o'zlari dokumentlarimizni qilib, rahmat shular shuncha aytdim-ku, hammasiga ming rahmat shular. Shogirdlarga, umrlaring Muhsin akaga. Shu Shodiyorbek, Muhsin aka, Mursalin sizlarga qarab yugurgani uchun qo'l haqqi oldimi, omadimi? Omadi. Bunday narsa yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Bunday narsa umuman yo'q. Biror marta so'ramadi hammi? So'ramaydi ekan. Aytibman, hammasi ko'ngildagidek o'tdi. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Chin dildan gapiryapsizmi axir bu gaplarni? Gapiraman. Hech kim o'rgatgani yo'qmi Yo'q. sizga? O'zim Demak, shunday shoirona xarakterlarim borda. rahmat. Mana hozir shunchalik qilib gapirib beryapsiz. Bu tog'amizni mana Surxondaryo viloyatidansiz. Surxondaryodan. Qishlog'ingiz qayerki? Uzun rayoni Guliston bir mahallasi. Ha, Surxondaryo viloyati. Guliston bir mahallasi. Ha, mana shu tog'amiz jigar sirroz kasalligi bilan kelgandilar. Ertaga O'zbekistonga qaytyaptilar. Yoshingiz hozir 4ta. 54 yoshdalar. Juda ko'pchilik aytadi-da, 50 dan o'tgandan keyin operatsiyani ko'tara oladimi, ko'tara olmaydimi degan farzandlar chiqadi-da, ota-onasi kasal bo'lib qolsa. Siz o'zingizni yaxshi his qilyapsiz, demak. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Yaxshi aytib olinglar. Sog' bo'ling. Shunchalik harakat qilarsiz, rahmat. Sog' bo'ling, rahmat.